Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Muhammad Nurli Yo'ldoshev, Bino tadbirkorlik pedagogika instituti Arxa tabiiy fanlar fakulteti Oliy matematika kafedrasi katta o'qituvchisi. Bugun o'tadigan mavzumiz aniqmas integral. Aniqmas integral. Birinchi aniqmas integralning ta'rifini beramiz. Aniqmas integral. Birinchi rejasini aytib o'tamiz. Aniqmas integrali quyidagi fasllarga ega. Birinchidan, aniqmas integralning fasllari integral ostidagi funksiyaga teng. Birinchi, mana shu faslasidan oldin berilgan funksiyani boshlang'ich funksiyani ta'rifini berib ketamiz. Agar katta fx funksiya kichkina fxga boshlang'ich funksiya deyiladi. Agarda katta fxning hosilasi kichkina fxga teng bo'lsa, ya'ni katta fx shtrix teng kichkina fx. Mana shu boshlang'ich funksiyaning ta'rifi. Bu endi aniqmas integral quyidagi hosillarga ega. Ya'ni aniqmas integralning hosillari integral ostidagi funksiyaga teng. Keyingisi aniqmas integralning demak differensial integral belgisi ostidagi ifodaga teng. Demak differensial va integral bir-birini yo'qotadi. Qarang, fx dx integral ostidagi ifoda deydi buni. Fx esa integral ostidagi funksiyamiz mana. X esa o'zgaruvchi. Uzluksiz differensiallanuvchi funksiyaning differensialdan olingan aniqmas integral shu funksiya bilan ixtiyoriy o'zgarmas s soniga teng. Ya'ni integral belgisi mana d katta fx teng fx plus s. Integral bilan differensial bir-birini yo'qotadi ekanda fx plus s chiqadi. Keyingisi o'zgarmas a ko'paytuvchining integral belgisi, ya'ni a o'zgarmasni integral belgidan tashqariga chiqarish mumkin. Ya'ni integral a ko'paytirilgan fx dx teng bo'ladi a integral belgisi fx dx. Shekli sondagi funksiyalarning algebraik yig'indisidan olingan aniqmas integral shu funksiyaning har biridan olingan aniqmas integralning algebraik yig'indisiga teng. Ya'ni integral f1x plus minus f2x plus minus va hokazo plus minus fnx dx har birini demak integralni ochib chiqamiz. Ya'ni integral f1x dx plus minus integral f2x dx plus va hokazo plus fnx dx. Mana shu qancha funksiya bo'lsa ham ikkita va undan ortiq funksiyalar uchun mana shunday xossaga ega. Masalan, n ta funksiya bo'lsa, n tasini shunday ketma-ket ochib chiqamiz ekan. Ya'ni integral belgisini qo'yib, dx ni ko'paytirib chiqamiz. Aniqmas integralning o'zgarishlarini almashtirish. Ya'ni o'zgarishlarni almashtirish yo'li bilan shu aniqmas integrallarni hisoblashimiz mumkin. Ya'ni jadvalda aniq qatnashgan integral fx dx integralni hisoblash kerak bo'lsa, x ni t o'zgartiramiz. U holda mana quyidagi x barobar phi t funksiyaga, ya'ni t teng px funksiyasi mavjud bo'lsin. U holda dx yerdan differensiallashsak f shtrix x dx bo'ladi va integral fx dx integral f phi t phi shtrix t dt ga aylanadi. Integral jadvalga mos keladigan integral hosil qilamiz. Ya'ni o'zgarishlarni almashtiramiz. Eng sodda ratsional kasrlarni integrallash. Eng sodda ratsional kasrlar quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Ikkita ko'pqatning mana bo'linmasi fmx dx fx qn x nisbat kasr ratsional funksiyasi deb ham ataladi. Agar m n'dan kichik bo'lsa, u holda ratsional ko'rsatish to'g'ri bo'ladi. M katta yoki n bo'lsa, ratsional kasr noto'g'ri kasr bo'ladi. Ratsional kasrlarni
noto'g'ri bo'lgan holda kasrlarni suratini mahrajga ko'pqatga bo'lish yo'li bilan uni butun qismga ajratish kerak bo'ladi. Hurmatli talabalar, mana rassalam kasrlarni ham mana shunday alohida nimalarga ajratib, kasrlarga ajratib integrallarga aniqmas integralning bir qancha funksiyalarini ham qarab chiqdik. Aniqmas integral katta fx plus s funksiyani, demak integral fx dx teng bo'ladi katta fx plus s, ya'ni boshlang'ich funksiyasi topilar ekan. Boshlang'ich funksiyani ta'rifini biz yuqorida aytib o'tdikki, katta fx funksiya kichkina fxga boshlang'ich funksiya deyiladi agarda katta fxning fosilasi kichkina fxga teng bo'lsa. Shu bilan hurmatli talabalar, bugungi o'tadigan mavzumiz, ya'ni aniqmas integralni fasillarni qarab chiqdik. Keyin bularda bir qancha misollar ham ko'rib chiqamiz keyingi darslarimizda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.